avval biz bitta va'da bilan boshlagan edik. Ichki ishlab chiqarish energiyamizni dunyoga olib chiqish. Bugun biz bu uchqunni har bir qit'aga yetib boradigan global qudratga aylantirdik. Biz shunchaki metall va sxemalarni birlashtirmaymiz. Biz bolalar xonasidagi nurni, ulkan zavodning urib turgan yuragini va kelajakka bo'lgan so'nmas umidni barpo etmoqdamiz. Biz o'rnatgan har bir aloqada maqsadimiz o'zgarishsiz qoladi. Kelajakni qurish. Megates Enerji qudratdan ham ustunroq, hayotning qoq markazida.